Siz ham sezdingizmi? Atrofimizda odamlar ko'p. Lekin suhbatlar bo'sh. Hamma qayergadir shoshadi. Hamma nimanidir isbotlamoqchi. Ko'proq pul topmoqchi, yaxshiroq mashina minmoqchi. Lekin eng qizig'i, maqsadimizga yetganimizda ham o'sha kutilgan baxt baribir kelavermaydi. Qalbdagi o'sha kemtik joy baribir to'lmay qolaveradi. Bugun keling, biroz to'xtaylik. Bir daqiqaga dunyo poygasidan to'xtang va o'zingizga savol bering. Oxirgi marta qachon chin dildan xotirjam bo'ldim? Biz hozirgi asrning eng katta tuzog'iga tushdik. Bu yaxshiroq bo'lish poygasi. Ijtimoiy tarmoqlarni ochamiz. Hamma baxtli, hamma sayohatda, hamma boy. O'zimizni ular bilan solishtiramiz u ich-etimizni yeymiz. Nega menda yo'q? Nima uchun men kechikyapman? Bu kabi savollar bizga tunlari uxlashga qo'ymaydi. Aslida biz narsalarga ega bo'lishni emas, o'sha narsalar beradigan hisni qidiryapmiz. Lekin tushunmaymizki, tashqi dunyo hech qachon ichki dunyoni to'ldira olmaydi. Siz butun dunyoni yutsangiz ham, agar ichingizda tinchlik bo'lmasa, siz mag'lubsiz. Xo'sh, yechim qayerda? Yechim sakinatda. Sakinat bu shunchaki jimjitlik emas. Bu bo'ronning oqibatida emas, balki bo'ronning o'rtasida turib ham qalban xotirjam bo'la olishdir. Buning uchun avvalo shukr qilishni qaytadan o'rganishimiz kerak. Bizda bor bo'lgan 99 ta ne'matni chetga surib, yo'q bo'lgan bittagina narsaning motamini tutamiz. Boriga shukr qilmagan inson yo'g'iga ham sabr qila olmaydi. Ikkinchidan, biz tavakkulni unutdik. Hamma narsani o'zimiz nazorat qilmoqchi bo'lamiz. Rizqimizni ham, ertangi kunni ham, bolalarimiz taqdirini ham faqat o'zimizga bog'liq deb o'ylaymiz. Vaholanki, haqiqiy boshqaruv bizda emasligini tan olish eng katta erkinlikdir. Siz harakat qiling, natijasini esa egasiga topshiring. Shunda yelkangizdagi tog'dek yuk ag'dariladi. Uchinchidan, odamlar nima deydi degan zanjirdan qutulish vaqti keldi. Sizni yaratgan qanday ko'rishi, bandalari qanday ko'rinishdan muhimroq bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz haqiqiy ozodlikni va xotirjamlikni topasiz. Azizlar, dunyo hech qachon tugamaydi. Ishlar hech qachon bitmaydi. Bugun o'zingizga vaqt ajrating. Telefoningizni bir chetga surib qo'ying. Yaqinlaringiz ko'ziga qarab gapiring. Va eng muhimi, Robbingiz bilan yolg'iz qoling. Chunki qalb faqat uni eslash bilan orom topadi. Agar bu so'zlar hozir kimningdir qalbiga yetib borgan bo'lsa, demakki bu tasodif emas. Bu sizga yuborilgan kichik bir eslatma. O'zingizni asrang. Chunki
sizning xotirjamligingiz eng katta boyligingizdir.